любой erkakni sevdiradigan top 3ta eng kuchli ishlovchi lifehack. Kstati, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi Reels'da qizlarni qanday sevdirish mumkinligi bo'yicha eng zo'r instruksiyalarni beraman. Qani ketdi. Eslatib o'tib ketaman. 3-lifehack eng muhim hisoblanadi. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'rib, обязательно dugoningizga tashlab qo'ying. Birinchisi, psixologiya tilida bu подсознательная seksualная polarность deyiladi. Ya'ni siz tashqi ko'rinish bilan emas, balki hissiyotlar orqali qanchalik energiyaga boyligingizni unga his qildira olishingiz kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun, sizlar o'tiribsizlar, siz ovozingizni sekinlashtirasiz, pasaytirasiz, misol uchun menga o'xshab. Va sekin stoplar bilan gapirasiz, ya'ni to'xtab gapirasiz. Bu juda ham seksualniy ko'rinadi. Va orada uzoqroq, ya'ni 2-3 sekund uni ko'zlariga qarab turasiz va sekin jilmayib qo'yasiz. Bu подсознательный уровеньda уже siz qanchalik женственныйligingizni, qanchalik energiyangiz kuchli ekanligini erkakka ko'rsatib beradi va bu juda ham tez erkakni влюбляет, sizni unga влюбляет. Ikkinchisi, bilaman juda ham ko'pchilik bu haqida gapiradi, lekin men imенно bu haqida gapirmayman. Ya'ni siz defitsitda bo'lishingiz kerak. Defitsit qanaqa? Yo'q bo'lib ketish emas, boshqalar aytadi, yo'q bo'lib keting, bir kun gaplashing. Yo'q. Siz просто намеренно o'zingizni vaqtingizni qanchalik kamligini ko'rsatib berishingiz kerak. Lekin siz o'sha kam vaqtingizda ham erkakka vaqt ajratib olasiz. Misol uchun 10 daqiqa vaqtim bor, men bo'shman. Давайте nima haqida gaplashamiz? Qanaqa gaplaringiz bor? Misol uchun bu hayotiy mavzularda gaplashingiz bo'ladi. Keyin o'zingizni qanchalik hayotingiz kraskaligi to'la ekanligini ko'rsatishingiz kerak. Misol uchun uyda o'tiradigan, постоянно yigitini kontrol qiladigan qiz hech kimga yoqmaydi. Siz постоянно ishda, постоянно o'zingizni qiziqishlaringiz bilan обязательно ovora bo'lishingiz kerak. Bu ham особенно erkaklarni очень сильно влюбляет. Mani firmenniy eng kuchli texnikam. Buni men o'zim nomladim, ya'ni emotsiyaga ilintirish. Bu qanaqa bo'ladi? Misol uchun, siz yigitni eng baxtli paytini tanlaysiz. Xursand bo'layotgan paytini yoki qanaqadir payt bo'ladi-yu, misol uchun xursand bo'lib ketadi. Ana o'sha payt siz sekin o'zingizni imенно o'sha paytga sig'dirishingiz kerak. Ya'ni bu qanaqa? Xursand payti sekin qo'lingizni yoki logotizmda qo'lni ustiga qo'yganingizda, u avtomatik mana shu baxtli holatini siz bilan keyinchalik eslashni boshlaydi. Ya'ni eng baxtli paytlari o'sha situatsiya qaytarilganda siz avtomatik hayoliga keltiradi. Mana shu eng kuchli texnika hisoblanadi. Baxtli paytida siz o'sha baxtli paytiga o'zingizni kirgizishingiz. Mana shu texnikani zo'r o'zlashtirib olsangiz, ishoninglar, любой erkak sizlarniki bo'ladi. Eng muhim narsa, hech qachon parfyumlar haqida unutmang. Eng zo'r feromonni oling, o'sha feromon erkakka bittada ta'sir qilsin. Bunaqa feromonlarning originalnisini, ya'ni tabu nomli feromonni men Moho parfyum profilimda sotaman. Так что kimga qiziq bo'lsa, обязательно xarid qilishga ulguringlar. Реально erkaklarni влюбляет. Отзывlar Telegram kanalimda, kanal esa profil shapkasida.